Yo'q, prisos premium bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ishlatib ko'ryapti. Bilasizlar, o'zining gastinsasi bor. O'sha gastinsasi aynan shu prisosdan ishlatiladi va eng asosiy faktorlardan bittasi Oq uyda ishlatiladi, Buckingham saroyida ishlatiladi. Qisqasi, premium eng dahshatli, eng qimmat bo'lgan prisos suriga kiradi, lekin u darajada qimmat emas. Napример, 3-4 ming dollarlik prisoslar ham bor-ku. Aynan bu 3-4 ming dollarlik prisos bo'lmasa ham premium segmentdagi prisos hisoblanadi. Bu prisosni qanaqa uylarga olinadi? Birinchidan, gilamlaringiz qimmat bo'ladigan bo'lsa, asrab avaylaydigan bo'lsangiz, uyingizni zo'r qilib remont qilib qo'ygansiz va gilamingiz qimmat, agar ustida nimadir bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rinishga ancha ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun aynan bu narsani taklif qilamiz. Bu germanskiy brend hisoblanadi. Germanskiy zapchastda Germaniyadan sborka bo'ladi. O'zbekistonda kafolatiga ega bo'lgan brend hisoblanadi. Hozir O'zbekistonda bor bu brend. Agar sizga premium modeldagi prisoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, buni O'zbekistonda modellari juda ham ko'p. Agar bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, sizlarga modellar bilan tanishtirib bera olamiz. Lekin rostigasim original prisos maza qilasizlar ishlatsanglar borku. Opa, oldirganga yarasha shunaqa prisos oldiringki, bir kamida 20-25 yil xizmatingizni qilsa, zo'r qilsin.